haqiqatan rost gapiryaptimi yoki kazzobmi? Shuni bilibki, seni gapingga qarab biz ish tutamiz. Ya'ni Zumo'm ibn Salaba ahli farosalardan bittasi hech qachon umrida xato qilmagan edi, adashmagan edi. Keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Kimlar Abdul Muttolibning bolasizlar?" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Men" dedilar. "Ey Muhammad" dedi Zumo'm ibn Salaba. "Men sendan hozir bir qancha savollarni so'rayman. Qattiq qo'pol gap gapiraman, sabr qil." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radi. Zumo'm ibn Salaba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab turib, "Ey Muhammad, osmonlarni kim yaratgan?" dedi. Qanaqa savol dedi. Payg'ambarimiz "Alloh" dedilar. "Yerni tekis qilib kim yaratgan?" deb so'radi Zumo'm. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Alloh" deb javob berdilar. "Tog'larni yerga mustahkam qilib o'rnashtirgan kim?" deb so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Alloh" dedilar. Shunda Zumo'm ibn Salaba osmonlarni ustunsiz yaratgan, yerni keng qilgan, tog'larni mustahkam qilib yaratgan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xotirjam turgan holatda ha dedilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yuzidagi alomatlarga qarab turib, yolg'onchi odam ikkilanadi, taraddudga tushadi, Allohni o'rtaga qo'yib so'raganda o'ylanadi. Payg'ambarimizdan mana shunday bir qattiq javobni eshitgandan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh dedi. Mana shu kishini shu taftishi bilan qabilasi iymonga keldi. Endi mana shunday ahli farosalardan bittasi payg'ambarimiz go'daylik paytida Makka ga keldi. Odamlar endi bolalarini olib keladi, bolasini ko'rib bir kelajagidan xabar bersin, qanaqa inson bo'ladi, qanaqa bir imkoniyatlari bor. Abu Talib ham 12 yoki 13 ga kirgan jiyani Muhammad alayhisalomni haligi ahli farosani oldiga gap qo'ydi. Haligi ahli farosa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'zi tushishligi bilan shunday qotib qoldi yuziga qarab. Uzoq tikilib turdi. Ya'ni unday qarab turib shashat aytib berardi boshqalarga. Lekin payg'ambarimizning yuzidagi alomatlarga qarab turib qotib qoldi. Uzoq tikilib turganidan Abu Talib xavotirga tushib qoldi. So'ngra haligi ahli farosa bo'lgan kishi bir narsaga chalg'dida, yonboshiga qarab u qiyunicha ko'rmay turganida Abu Talib jiyanni shat olib nari qilib jo'natib yubordi. Haligi ahli farosa qarasa, joyida haligi bola yo'q. Qani men hozirgi bola dedi. Abu Talib indamadi. Qo'rqdi. Chunki u tikilib qarashligidan qo'rqqan edi. Qani hozirgi bola? Allohga qasam, kelajagi buyuk inson bo'ladi bu odam. Qani olib kelinglar dedi, lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisi olib kelmadi. Bu ham payg'ambarimizning yoshligida ko'rilgan ba'zi alomatlardan edi.